Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan Bahriddin Folimjon. Bugungi mavzuyimizda demak hayotdan kelayotgan narsalarni, Allohning rahmatini qabul qila olmayotgan insonlar haqida gaplashamiz. Mana shu mexanizmni ochib beraman. Demak, Allohning rahmatini qabul qila olmaslik, hayotdan kelayotgan yaxshi narsalarni qabul qila olmaslik bu qanaqa bo'ladi? Masalan, sizga hayotingizga bir yaxshi narsa kelmoqchi bo'ladi. Siz ichingizga qo'rquv keladi. O'sha narsani rad qilgingiz keladi. Ong osti qabul qilmaydi. Tanangiz bilan his qilib qabul qila olmaysiz. Nimaga qo'rquv keladi? Chunki bunday insonlarning ong ostida qarzdorlik hissi yotadi. Qarzdorlik hissi. Ya'ni ular nima deb o'ylaydi? Agar men hozir osonlik bilan bir narsani qabul qiladigan bo'lsam, hayotimga oladigan bo'lsam, men nimadandir qarzdor bo'lib qolaman. Men kimdandir qarzdor bo'lib qolaman. Ya'ni buni orqasida qarang, Allohdan bo'lgan qarzdorlik o'tadi. Men agar bir narsani oladigan bo'lsam, Allohdan qarzdor bo'lib qolaman degan hissiyot o'tadi. Endi buni kelib chiqishi qayerda desangiz, mana sabr bilan ko'rsangiz aytib beraman. Bolalikda bolaga nima bo'ladi? Tasavvur qiling. Bola ota-onasini ko'ziga qarab, uni kayfiyatiga qarab katta bo'ladi. Bola yaxshi ish qilsa, aytilgan ishlarni qilsa, ota-onadan maqtov eshitadi. O'sha kuni ota-onaning kayfiyati yaxshi, bola maqtov eshitdi. O'zini o'sha narsaga loyiqdek his qiladi. Chunki u o'sha narsaga xizmat qilib haqqini to'ladi-da. Chunki u mehnat qildiki, ota-onasining sevgisini oldi. Chunki u qanaqadir o'sha narsaga loyiq bo'ldiki, ota-onasining sevgisini oldi. Endi agar hech narsa qilmasangiz, mana ikkinchisi, hech narsa qilmadingiz kun bo'yi. Ota-onangiz aytgan ishlarni qilmadingiz yoki umuman sizga vazifa berishmadi. Ota-onangiz shunchaki sizni erkalab yaxshi ko'rishganmi? Shunchaki sizni bag'riga bosib sevishganmi? Yo'q. Juda ko'pchilikda 90% odamlarda yo'q. Ya'ni bir kuni mana bir ish qilindi, u e'tibor, sevgi, muhabbat, keraklilik hissi, qadr-qimmat oldi bola. Ikkinchi kun hech ish qilinmadi, ota-onadan maqtovim eshitilmadi. Agar noto'g'ri bir ish qilgan bo'lsa, jazolandi kamiga. Undan keyin nima bo'ladi? Undan keyin bolani ongida shu narsa shakllanadi. Men nimadir hayotdan qabul qilib olishim uchun, nimadir bir yaxshi narsaga ega bo'lishim uchun, demak, uni men to'lovini qilishim kerak. Avval shu narsaga men loyiq bo'lishim kerak. E'tibor bering. Men avval nimagadir erishishim uchun o'sha narsaga loyiq bo'lishim kerak. Ya'ni bolalikda sevgi olish uchun avval sevgiga loyiq bo'lish kerak edi. Tushunyapsizmi? Hech kim bizni bola bo'lganimiz uchun, biz shunchaki bor bo'lganligimiz uchun, hech narsa qilmasak ham bizni qadrli ekanligimiz uchun biz sevilmaganmiz. Ya'ni bizga o'sha narsani yetkazib bera olmagan. Chunki ota-onamizni o'zi ham bilmaganda shu narsani. Ota-onangizni ayblab ketib qolmagan. Chunki ota-onangizni o'zi ham shu narsani bilmaganki, bizga yetkazib bera olmagan shu narsani. Bizga aytaylik shartsiz sevgi olishni, biz hech narsasiz sevgiga loyiqligimizni ayta olmagan. Men nima uchun har doim sevgi deb aytaman? Chunki hayotingizga kelayotgan yaxshi voqealar, yaxshi insonlar, pul, moddiyat bu o'zingizga berayotgan sevgingizni, o'zingizni qaysi darajada ko'rishingizni natijasi. Siz o'zingizni qaysi darajada ko'rsangiz, o'zingizni qadr-qimmatingizni qay darajada deb biladigan bo'lsangiz, hayotingizga aynan o'shanga mos voqealar, o'sha loyiq bo'lgan narsalaringiz kirib keladi. Mavzuga qaytamiz. Bola sevgi olishga bir ishlar qildida men loyiq ekanman dedi. Yaxshi bola bo'ldi, sevgi oldi. Ertasi kuni hech narsa qilmadi yoki qanaqadir bir xato qildi, jazolandi. Ya'ni sevgini shart bilan oldi, savdo bilan oldi. Va bu katta bo'lgandan keyin qanaqa ta'sir qiladi? Hozirgi hayotingizda Alloh bilan savdolashasiz. Alloh bilan savdolashasiz. Mana shunaqa fikr bo'ladi, ichingizda aytasizki, men bir narsaga ega bo'lishim uchun avval loyiq bo'lishim kerak. Avval nimalardir qilib qo'yishim kerak. Hayotimga yaxshi odam kelishi uchun avval o'zim yaxshi bo'lish kerak. Ya'ni shart qo'yaverasizda o'zingizga, savdolashaverasiz o'zingiz bilan. O'zingizni mana shu borligingiz uchun, Allohim, men mana shu hayotda borligim uchun, meni qulayligim uchun mana shu narsani ber. Men hozirgi holatimga minnatdorchilik bildiraman.
men yanada yaxshi yashashim uchun menga mana shu narsani ber deb so'ra olmaysiz. Yoki o'sha narsa kelib tursa ham ong osti qabul qilmaydi. Tana bilan qabul qila olmaysiz. O'ylaganingizda, eslaganingizda qo'rquv keladi sizga. O'shaning uchun ham mana o'xshayman degan deb turgan ishingiz o'xshamay ketib qoladi. Bo'lish kerak bo'lgan narsa orqaga qaytib ketib qoladi. Nimaga? Chunki eng katta sabablardan bittasi ichingizda noloyiqman, men qarzdor bo'lib qolaman u narsani olsam degan fikr turibdi. Ya'ni savdolashyapsiz. Bolaligingizda sevgi olish uchun o'sha sevgiga loyiq bo'lishingiz kerak edi. Hozir esa sevgi olish uchun, hayotingizga yaxshi inson kelishi uchun, aytaylik sizga moddiyat tomondan o'sishingiz uchun, yaxshiroq bir komfort hayotda yashashingiz uchun avval unga loyiq bo'lish kerak. Agar Allohning rahmatidan shu narsa, Allohning rahmatini qabul qilaman men deb qabul qilsangiz, qarzdor bo'lib qolaman deb o'ylaysiz. Yani siz o'ylamang, to'g'ri, bu yoqda boshqa omillar ham bor, lekin eng asosiy narsa o'sha Alloh bilan siz savdolashib qo'yasiz, o'zingiz bilmagan holatda, tushunyapsizmi? Ya'ni sababsiz menga hech narsa kelishi mumkin emas. Kelishi mumkin. Nimaga mumkin emas? Gul sabab bilan ochiladimi? Quyosh sabab bilan chiqadimi? Ularning vazifasi shu. Gul ochilish kerak bo'lgani uchun ochiladi. Siz hidlasangiz, hidlamasangiz, quyosh har kun chiqadi. Siz uni taftidan isinsangiz, isinmasangiz, to'g'rimi? Har kuni, har doim mana shu jarayon davom etadi. Endi sizni hayotingizga mana shunday yaxshi narsalar kirib kelishi uchun siz bir narsalar qilib loyiq bo'lib o'sha ko'rsatib qo'yishingiz shart emas. Qabul qilish mumkin shu narsani. Alloh sababsiz berishi mumkin. Dunyoda havo, mana nafas olasiz, havo tugab qoladi deb o'ylamaysiz-ku, to'g'rimi? Havodan qarz bo'lib qolaman deb o'ylamaysiz. Yoki quyoshning nuri tugab qoladi deb o'ylamaysiz, quyoshdan qarz bo'lib qolaman demaysiz. Allohning rahmati ham shunday. Allohning rahmatidan, ya'ni o'zingizni loyiq ko'ringki, mana shu bahra olishga, Allohning yaxshiliklarini, Allohning moddiyatlarini qabul qilib olishga, o'sha bergan rizqni minnatdorchilik bilan, ochiq ko'ngil bilan qabul qilib olishga ruxsat bering. Ana endi qarang, buni yana bir boshqa tomoni bor. Xo'p, agar mana siz meni tushunyapsiz hozir, lekin ichingizdan qarshilik kelyapti, baribir qabul qila olmayapman Olimjon. Bo'lmayapti shu narsa. Men odamlarning sevgisini ham qabul qila olmayapman. His qilmayapman shu narsani deydigan bo'lsangiz, qalb ko'milib ketadi. Chunki boyaga har xil fikrlar bor-ku, qarzdorlik, kam bo'lib qolaman, noloyiqman. Mana shu fikrlar, ya'ni ong ostida shu darajada ko'payib ketadiki, siz o'sha sevgini, o'sha taftni, issiqlikni his qilmay qo'yasiz. Bunda ong ostiga tushib, qachon sizga blok tushgan, qachon bu narsa o'sha shakllanib boshlagan, bu narsani qanaqa olib tashlasa bo'ladi, sizda qanaqa ssenariy turibdi. Mana eng muhimi shu, eng muhim. Qanaqa ssenariyda yashayapsiz? Hozir hayotingizda, atrofingizda bo'layotgan ssenariylar siznikimi? Boshqa birovnikimi? Kimnidir hayotidan ko'chirganmiz? Kimnidir fikrlari bilan yashayapsizmi? Mana shu narsani topib, ong ostidan o'zgartirgandan keyin, ya'ni qalb o'z-o'zidan ochilishni boshlaydi. Allohning o'sha rahmatini, Allohning o'sha sevgisini shartsiz qabul qiladigan, his qilib yuragingizdan o'sha narsani tuyadigan bo'lasiz. Sizlar bilan ong osti bilan ishlovchi mutaxassis Bahriddinov Olimjon bo'ldi. Salomat bo'ling sizlar.